Assalomu alaykum Legioner TV kanali obunachilari. Hozirda Eron Pro Ligasida to'p surayotgan o'zbekistonlik legionerlarimizning holati haqida gaplashamiz. Videoyimizga like bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Oston Urunov hozirda Eronning eng muvaffaqiyatli va mashhur legionerlarimizdan biri bo'lib turibdi. Persepolis tarkibida Oston chempionlikka erishdi va ayni damda muxlislarning yoqimtoyiga aylangan. Ostonning kelajagi haqida ayrim manbalar unga Saudiya Arabistoni va Rossiyadan takliflar borligini aytmoqda. Milliy chempionatimiz jamoalaridan Andijon Urunovni qo'lga kiritish uchun astoydil harakat qilmoqda. Turnir jadvalida yetakchilik qilayotgan Istiqlol jamoasi futbolchisi Jaloliddin Masharipov kelajagi haqida uning o'z ijtimoiy tarmoqlarida O'zbekistonga o'zining suyukli jamoasi Paxtakorga qaytish xohishi borligini bildirgan. Ayni damda Jaloliddin Italiyada bo'lib turibdi. Rustam Ashurmatov ham ayni damda yurtimizga qaytgan va milliy terma jamoamiz murabbiylari bilan birgalikda mashg'ulot o'tkazib bormoqda. Biroq qaysi jamoaga transfer haqida hali hech qanday xabar chiqmagan. Odil Hamrobekov 2025-yilning yozida Eronning kuchli jamoalaridan biri Tabrizning Traktor klubiga ko'chib o'tdi. U qisqa vaqt ichida jamoaning asosiy tayanch yarim himoyachisiga aylandi. Odilbekning kelajagi borasida ayrim manbalar uning Navbahorga qaytishi haqida yozyapti. Yana bir milliy terma jamoamiz va Persepolis hujumchisi Igor Sergeyev ham katta ehtimol bilan o'zining sobiq jamoasi Paxtakorga qaytishi mumkin degan insaydlar tarqalmoqda. Legionerlarimiz haqidagi tezkor va qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni kuzatishda davom eting.